jismimizdeki a'zolar o'zgaradi. Ramazon bo'lsa, badan a'zolarining ilgirki ahvolini o'zgartiradigan va so'g'at iroda hosil qiladigan bir oydir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar ve qarindoshlar. Ramazan Özgürüş İyidir namli programımızın 21. halqısı jismimizdeki a'zolar o'zgaradi. Ramazan bo'lsa, badan a'zolarining ilgirki ahvolini o'zgartiradigan va so'g'at iroda hosil qiladigan bir oydir. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnnes sem'a vel basara vel fuada kulluk ulaika kana anhu mas'ula. İnsan kıyamet günü kulak, göz, dil yani sezgi a'zolarining qilmishlari ustida haqiqatan savol so'roq qilinadi. Ko'zni yumdiradi. Uni faqat foydali va durust bo'lgan narsalarga qarash uchun ishlatadi. Quloqni yaxshilik, zikr tasbih, Qur'on tilovatlari va boshqa yaxshi so'zlarni tinglashga ishlatadi. O'yin tomosha, bekor so'z, foydasiz behuda so'zlardan poklaydi. Faqat foydasiz so'zlarni tinglashmaydi. Tilning kontrolligini kuchaytiradi, uning turli behuda so'zlashini cheklaydi, faqat yaxshilikdan boshqani so'zlamaydi. Tilga go'zal, sokinlik g'olib keladi. Kishilar bo'lgan shuar bo'lsa, inni soim, men ro'zador degandan iborat bo'ladi. Qo'l yaxshi ishlarga harakatlanadi. İftarlıq ne'matlarni tutadi, ehtiyojli kishilarga yordam beradi. Put faqat yaxshi yo'llarga mangadi. Masjidga, ziyoratga, kasal yo'qlashga, yaxshilik yo'llariga mangadi. Kishilarning orasini isloh qilishga, to'g'ri yo'lni ko'rsatishga va kishilarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun harakat qiladi. O'zini yo'qitib qo'yadigan nachar o'rinlarga bormaydi. Chunki her bir qadam yezilg'uchidir, her bir harakat kuzatilguchidir. A'zolarning hammasi Ramazonni his qiladi, Ramazonni kattalaydi. Uning vaqtini hisoblab, uning uchun tayyorlik qiladi. Lekin buningdan ilgirki Ramazonni va ro'zini qalbi bilan his qilib, ro'zini saf va sog'lom bo'lgan holatda tutishi intayin zarur bo'ladi. Ramazonda Qur'oni Karim bog'chisida yashaydi. Uning pak ayetleri dillardaki üçmellik ve adavetlerini yok kılıdı. İhlas mellik çömdürüdü. Tesirlik vəz nəsiyyətlər bilen nurlanıdı. Bu, özünün cismida, əzalarda əks itidir. Fəqət yaxşı sözlərlə sözləydi. Fəqət yaxşı, güzel işlər üçün yolu yürüdü. Yaxşı sözünü anlaydı, başqasıға qulaq sanmaydı. Bu toğruda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mındaq degen. Dikkat qılınlar. Bedende bir parça göç var. O sağlam bolsa, yaramlık bolsa, bedenin hemmisi sağlam, yaramlık buludu. Eğer o buzulsa, bedenin hem yeri buzuludu. Dikkat kılınlar, o bolsu mu kalpten ibarettir. Siz Ramazan'da Kur'an tilavetlerini tanışaysınız. Taravih namazıga hazır bolusuz. Taravih namazı arasında türlük temalardaki kalpni larziga salıdığan, unutilgan ishlarni eslatadigan, nacharlikdan cheklaydigan, yaxshilikka buyuradigan Rabbani va'z nasihatlarni anglaysiz. Sog'lom qalb mushundaq nasihatlarni anglab uyg'onmamdi. Anglagan nasihatlarni esida tutmay, foydalanmay mushundaqla o'tib ketamdi. Hargiz undaq qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo muborak Ramazon oyida bizni va bizning barliq a'zolarimizni o'zi yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan ishlar bilan o'tkazishga muyassar qilsin. Tilimizni rost so'zlashga, qulig'imizni zikr tasbihlarni anglashga, ko'zimizni Qur'on oyatlariga qarab tilovat qilishga, qalbimizni go'zal holatda Allohga yaramliq bir shaklda o'zimizni tuzashga muyassar qilsin. Alloh subhanahu va taolo bu muborak kunlarda qilgan barliq amal ibodatlarimizni qabul qilsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.